Mana bosib ushlab tursangiz bo'ldi, mashina gapirmay. Sho'ri ko'rib tursam. Har to'xtang. Bo'ldi, bosmang ishlasan. Bosmayman, bo'ldi. Bo'ldimi? Olaveraymi? Yil o'rtoqlar haqiqiy qurtiyli bo'ladi. O'zalar Boshqatdan endi. yo'q. Yil haqiqiy qurtiyli bo'ladi o'rtoqlar. Chunki g'o'zalar ko'shak qurtiga, karadrinaga qarshi emlangan. Ana shu hamma qurt qayerdan oziqlanishi kerak. Oziqlanish kerak. Ana shuning uchun bug'doydan keyingi ekindagilar kuchliroq qurtga e'tibor berasizlar, 2-3 marta dori sepiladi. Men misol uchun bu qurtni dorisidan 1 so'm menga foyda bermaydi, reklama qilganim uchun bermaydi. Xalq uchun effektli bo'lganligi uchun ko'rsatyapman mana shu Beraka firmasini Benzalayev dorisi 50 grammdan 70 grammgacha ishlatiladi gektariga, lekin effekti o'ta zo'r. Katta yoshdagi qurtni ham oladi, kichik yoshdagisini ham, tuxumni ham oladi. Tarkibi Emimektin benzanat bilan Lifiron o'ta zo'r ishlaydi. Ikkinchi dorisi mana Berakani, bu ham Emimektin Pro 65%lisi. Bu ham o'ta zo'r ishlaydi qurtga, birodarlar. Hech ikkilanmasdan qayerda olsalaring ham shuni olib, qo'rqmasdan qurtga sepaveringlar, обязательно effekt beradi. Mana buning ichida kley bor, o'zida paketdagi. Mana bunga kley qo'shib olasizlar. Foydali maslahatlar uchun kanalga obuna bo'lib qo'yinglar. Like, gumillatib bosib turinglar. Salomat bo'linglar. Dehqonchilaringizga baraka.